هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kehf tefsiri 50. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Kehf suresi 50. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Öz vaqtida biz periştilerge Ademge secde kılınla dedik. İblis'ten başka hemmisi secde kıldı. İblis cinladın idi. Şunu o Rabbinin itaatinden çıktı. Meni koyup iblisni ve onun avladını dost kılıp alamsılar. Halbuki ula silerge düşmendir. İblis zalimlar üçün nime degen yaman bedel? Yani Allah'a ibadet kılışının ornağa şeytanğa çokunuş nime degen yaman? Adem aleyhisselam bilen iblisinin kıssısı. Allah Teala iblisinin insanlığa boğan düşmenlikini ve burun ulanın dadısı Adem aleyhisselam'a boğan düşmenlikini ulağa esketip, İnsanlarning ichidan iblisga ergashgan, yo'q yerdan paydo qilib yaratgan, mehribonlik yuzasidan rizq va oziqlik bergan yaratquchisi va egisi bo'lgan Alloh taologa qarshilik qilib, iblis bilan do'st bo'lgan va Alloh taolo bilan dushmanlashgan kishini tanqidlab mundaq dedi. O'z vaqtida biz farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. Yani Bakara suresinde bayan kılınğandek Adem aleyhisselam'a secde kılışkı kelgen buyruk hemmi periştilerge kelgendir. Bu Adem aleyhisselamını hürmetleş ve onu çoğun biliş için kılınğan secdeydi. Allah Teala periştilerini Adem aleyhisselam'a secde kılışkı buyurganlıkını bayan kılıp mındak dedi. Rabbin öz vaqtida periştilerge eğitti. Men hakikaten qara laydın yasılıp şekilge kirgizilgen çeksi jirinlaydigan quruq laydın insan yani Adem aleyhisselamni yaratman. Men onu toluq yaratgan yani onu yaratib suretga kirgizib a'zolari toluq ve mükemmel insan holatiga keltirilgan ve onunga jon kirgizgan chig'imda sizlar onunga sajda qilinglar. İblis'ten başka hemmisi secde kıldı. İblis cinladın idi. Yani iblisni onun asli maddesi hıyanet kıldırdı. Çünkü o otның yalqınıdan yaratılgan idi. Periştilerinin asli yaratılış maddesi nurdur. İmam Müslim bu ayakta Aişe radıyallahu anhadan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kıldı. Periştiler nurdan yaratıldı. İblis otның yalqından yaratıldı. Ve Adem sizlerge süpetlep verilgen nesilden yaratıldı. Halqılıq peytte hemme nese öz tabiitini aşkarlaydı. Halqılıq çağda İblisnimi onun tabiiti hainlik kıldırdı. Aslida İblismi periştilerinin emellerini kılıp ulağa oxşaş Allah Teala'ga taat ibadet kılgan idi. Şuna umu periştiler bilen billa Adem aleyhisselam'a secde kılışkı buyuruldu. Lekin u karşılık gösterиш bilen asilik kıldı. Ondan Allah Teala onun cinden ikenlikini yani onun otның yalqınıdan yaratılganlıkını esketti. Allah Teala İblis'nin bu vakti degen sözünü bayan kılıp mındaq dedi. İblis,
Men onundan artıq, meni otdan yarattın, onu laydan yarattın dedi. Hasan Basri İblis azgını vaqtmı pəriştilərdən boğan emas. Xuddi Adem aleyhisselam insanların asli bolğanıdək İblismi cinlarning aslidir dedi. Bunu İbn Cerrir rivayet qildi. Şuna o Rabbinin itaatidan chiqdi. Ondan Allah Taala İblisga ergashgan va uning bo'ysungan kishilarni tanqid qilib mundaq dedi. Meni qo'yib İblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar? Halbuki ular sizlarga dushmandir. Ya'ni menga bo'ysunishning o'rniga uningga bo'ysunamsizlar? İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal? Ya'ni Allah'a ibadet qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon? Bu xuddi Allah Taolaning Yasin suresida qiyomat kuni bo'ladigan qo'rqinchli ahvollarni baxtlik va badbaxtliklardan iborat baxtlik va badbaxtlardan iborat ikki guruhning boradigan joyini bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq deganiga o'xshaydi. Gunohkorlarga, ey gunohkorlar, bugun bir tarafga ayrilinglar deyildi. Sizlarga payg'ambarlarim orqali, ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Menga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir deb tavsiya qilmadimmi? Shubhisizki şeytan sizlardan nurg'un kishilarni ozdirdi. Buni tushunmamsizlar? Ular, ya'ni şeytanlarga osmonlarning va zaminning yaratilishini ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni xalq etgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni ozdirg'uchilarni yordamchi qilganimmi yo'q. Mushriklarning ilohlarining biror narsaning yaratilganligini va hatto o'zlarining yaratilganligini ko'rmaganligi. Allah Taala mundaq deydi. Sizlar meni qo'yib do'st tutgan ilohlaringlar bo'lsa, ularmu sizlarga o'xshash hech narsaga ega emas maxluqotlardir. Men ularga osmonlarning va zaminlarning yaratilganligini ko'rsatmadim. Chunki ular u vaqtida yo'q edi. Men bo'lsam hamma narsalarni yolg'iz yaratgan. Ularni boshqarib turadigan va ularning vazifalarini o'rinlashtirgan zotdirman. Bu ishlarda mening sherikim, vazirim, maslahatchim yoki tengtushim yo'qdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Aytqinki, sizlar Allohni qo'yib ma'bud deb qaraganinglarni chaqiringlar. Ular osmonlarda va zaminda zarrachoqlik narsaga ega bo'la olmaydi. Ularning osmon zaminning yaratilishi va boshqarilishida Allohga hech shirikchiligi yo'q. Ularning ichida Allohga osmon zaminni idora qilishda yordamlashadigan hech yordamchimi yo'q. Allah izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat paydo bermaydi. Allah izni bergan odamdan boshqaga Allohning dargohida shafaat paydo bermaydi. Şuna Allah Taala bu oyatda mundaq dedi. Azdırgıcılarni yordamchi qilganimmi yo'q. Shu kunda Allah ularga aytdi. Sizlar meni sheriklarim deb o'ylaganinglarni chaqiringlar. Ular chaqirdi, lekin ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'tilmaydigan halokatlik joyini paydo qildik. Gunohkorlar devzaxni ko'rib, uningga kiradiganligiga jazm qildi. Devzaxdan qochadigan joy topolmaydi.
Allah Taala'nın şirikleri deb qaralğanlarının cevap qaytarılmaydiganlığı ve günahkarlarının dövzaqqa keltirildiganlığı. Allah Taala kıyamet günü guvahçılarının beşida müşriklarni tanqid ve mat qilish yüzüden ulağı mundaq deydi. Sizler mening şiriklerim deb o'ylag'ininglarni chaqiringlar. Yani sizler dünyada Allah Taala'nın şirikleri deb o'ylag'ininglarni bugun chaqiringlar. Ular sizlarni bu haldan qutqulsun. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundoq tanha keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni oqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. İbadet qilishga tegishli bo'lishda Allohning shiriklari deb gumon qilgan shafaatchinglarni sizlar bilan birga ko'rmaymiz-ku. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. Ular chaqirdi, lekin ularning shiriklari ijobat qilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ularga shirik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiringlar deyilgan hamon ular shirik keltirgan ma'budlarni chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qildi. Allah'ını koyup kıyametkiçe duanı icabet kılışka kadir bulanmaydıgan butlağa çokunadigan ademdi mu, gümrah adem ba mu? Butla ulanın duasıdın kapıldır. Kıyamet günü insanlar hesap veriş için toplanğan çağda butla ulağa, yani butperestlerge düşman boludur. Ula terpidin ibadet kılınganlıkını inkar kılıdı. Ula yani müşrikler izzetke erişiş için yani butlarının şafaati bilen Allah'ın aldıda izzetlik boluşları için Allah'ını koyup ilahla yani butlağı çokundu. İş ulanın güman kılgandek emez. Yani butları ulanın Allah aldıda izzet tepişlerinin sebebi bulanmaydı. Ulanın yani müşriklarının çokunuşunu inkar kılıdı. Ula yani müşriklarının düşmanıga aylandı. Biz ulanın arasında ula ötelmeydiğen halaketlik cayını peyda kıldık. Yani o müşrikler dünyada ilahlarımız deb oylaganlarının qışığı berişqa yol tapalmaydı ve ulanın qışığı baralmaydı. Allah Teala müşrikler bilen ulanın ilahlarının arasını ayrı bitidi. Biri birinin qışığı yetelmeydi. İkisinin arasında halaketlik cay, katı korkunuş ve katı işbadır. Ama Allah Teala'nın biz ulanın arasında digen ayetinden Abdullah İbni Amr digendek müminler bilen kafirler göz tutulsa o çağda bu ayetin manisi Allah Teala müminler bilen kafirlerin arasını ayrı bitidu digenlik boladı. Allah Teala bu vakti mundaq dedi. Kıyamet qayım bolgan günde müminler bilen kafirler birbirinden ayrıldı. Allah tarafından keladigan qarış to'g'ri bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan ilgari to'g'ri dinga yuzlangan. Bu kunda ularning bir qismi ularning bir firqasi jannatga, bir firqasi jahannamga ayriladi. Günahkarlarga, ey günahkarlar, bugün bir tarafga ayrilinglar deyiladi. Şu gün yani kıyamet günü de müminlerini, kafirlerini hemmesini yığımız. Andın müşriklarga, sizler Allah'a şirik keltirgen butlarınla bilen bille ornunlarda müdürlemay turunla deyimiz. Ulanın arasını ayrıyımız. Ulanın şirik keltirgen butları eytidi.
sizlar bizga ibodat qilmagan edinglar, balki nafsi xohishinglarga ibodat qilgan edinglar. Sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishga Alloh kifoyiki, sizlarning bizga cho'qinishinglardan biz g'ofil edik. Ya'ni biz ko'rmaydigan, anglamaydigan, his qilmaydigan jonsiz edik. Bu chaqda har odam ilgari qilgan amallari ustida sinildi. Ya'ni yaxshimi, yomonmi uning natijasini ko'rdi. Ular haqiqiy egisi Allohning dargohiga qaytarildi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilgan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Gunohkorlar davzaxni ko'rib, uningga kiradiganligiga jazm qiladi. Ya'ni jahannam 70 ming arg'amchisining har birini 70 ming farishta tutib so'rigan holda ularning oldiga ilib kelinganda va ular uni o'z ko'zlari bilan ko'rganda gunohkorlar o'zlarining jahannamga kiradiganligini jazm qiladi. Alloh taolaning ularga jahannamni ko'rsatishi ularni g'am qayg'uga baldirroq selish uchundir. Chunki azobning tushishini kutish va uningdan qo'rqishning o'zimi azobdir. Davzaxdan qochadigan joy topolmaydi. Ya'ni ularga jahannamdan qutuldiriladigan yo'l yo'qdir. Ularning jahannamga kirishi cho'qimdir. Bu Qur'onda insonlarga turli misollarni bayon qildik. İnson ko'p da'talash qiladi. Ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir. Qur'onda turli misollarning bayon qilinganligi. Alloh taolo mundaq deydi: Kishilarning haqdan izib ketmasligi va to'g'ri yo'ldan chatnab ketmasligi uchun bu Qur'onda biz kishilarga turli misollarni va ularga lozimli hukmlarni tafsili bayon qilib berdik. Shundaq tursa-mu, Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlagan va nijot yo'lini ko'rsatgan kishilardan boshqalari yana ko'p jidallashidi. Nohaqni deb haqqa qarshi chiqadi va nohaq tarafda turib davolashidi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İmam Ahmad Ali ibn Abu Talib radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom kechida eshikni qiqib, meni va qizi Fatimani uyg'otib, namoz o'qimamsizlar dedi. Men, ey Allohning payg'ambari, bizning jinimiz Alloh taolaning qo'lida. Alloh taolo avatishni xohlaganda avatidu dedim. Men shu gapni qilgan vaqtimda payg'ambar alayhisalom qaytib ketib, qaysi kelmadi. Men payg'ambar alayhisalomning qaytib ketib, yo'tisiga urg'ach Alloh taolaning inson ko'p da'talash qiladi, ya'ni ko'p jidallashish insonning tabiatidir degan oyatini o'qiganligini angladim. İnsanlarga hidayet kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Rabbidan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burun qilog'i tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishni kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etuvchilarga xo'sh xabar berguchi, osiylik qilg'uvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Kafirlar payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxir, ya'ni o'yanchiq qilib oldi. Kafirlarning haddidan oshganligining bayoni. Allah Teala bu ayette burunmu ve hazırmu kafirlarning haddidan oshganligidan, ularning ro'shan paketlarni ve mo'jizalarini ko'rib turibmi,
uçuq haqiqatni inkor qilganligidan va ularning shu haqiqatga ergashmasliklaridan o'zlariga va'da qilingan azobni ko'zlari bilan ko'rishni talab qilishlari uchun ekanligidan xabar berdi. Allah Teala kafirlarning o'zlariga avatilgan payg'ambarga degan so'zlaridan xabar berib mundaq dedi: agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. Uning qavmining javobi: agar sen rostchilardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin deyishdan iborat bo'ldi. Allah Teala Qurayshliklarning degan so'zlarini bayon qilib mundaq dedi: o'z vaqtida ular agar bu ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa, osmondan ustimizga tosh yog'dirgan yoki bizni qattiq azob bilan jazolagin dedi. Ular aytdi: ey Qur'on nozil qilingan odam, sen haqiqatan majnunsan. Agar sen men Rasululloh degan so'zingda rostchilardan bo'lsang, payg'ambarligingga guvohlik beradigan farishtalarni oldimizga elib kelsang-chu, bu vaqtda buningdan boshqa nurg'unlagan oyatlar bor. İnsanlarga hidayet kelgan chaqda ularning iymon etmasliklari va Rabbidan mag'firat talab qilmasliklari faqat Allohning burun qilog'i tutgan yo'lini, ya'ni halok qilishni kutadiganliklari yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganliklari uchundir. Biz payg'ambarlarni faqat iymon etuvchilarga xo'sh xabar berguchi, osiylik qilguvchilarni ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Ya'ni biz payg'ambarlarni azob kelishdan burun ularga ishongan va iymon etganlarga xo'sh bishoratchi, o'zlarini inkor qilgan va o'zlariga qarshilik qilguvchilarga ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Ondan Allah Teala kafirlarning munozirlashadiganligidan xabar berib mundaq dedi: kafirlar payg'ambarlar elib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashadi. Ya'ni ular payg'ambarlar elib kelgan haqiqatni ojizlashtirish maqsadida munozirlashadi. Lekin ular bu maqsadiga erisha olmaydi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan ogohlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchi qilib oldi. Ya'ni ular payg'ambarlarning elib kelgan hujjat paketlarini, mo'jizalarini, payg'ambarlarning ularni ogohlantirishlarini va azobning kelishidan qo'rqitishlarini mazoq qilishdi. Bu ularning payg'ambarlarni qattiq inkor qilganligidir. Rabbining oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yüz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidanmi zolim kishi bormi? Shubhisizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini ig'ir qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Rabbing nihoyatda mag'firat qilguvchidir va rahim qilguvchidir. Agar Allah ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tizlatgan bo'ladi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bo'lak hech panohgoh topolmaydi. Şu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Solih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilganliklari uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. Allah Teala'ning oyatlari bilan nasihat qilingandan keyinmi uningdan yüz o'rgan kishining o'ziga o'zi qattiq uval qilgan kishi bo'ladiganligi. Allah Teala'ning oyatlari bilan pand nasihat qilingan, ondan uningdan yüz o'rgan, uningga quloq solmagan, ko'ngil qo'ymagan va o'zining yomon qilmishlarini unutgan kishining
bandilar ichida o'ziga o'zi qattiq uvol qilgan kishi ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Rabbining oyatlari bilan pand nasihat qilingan, u oyatlardan yuz o'rgan va o'zining qilgan gunohlarini unutgan kishidinmi zolim kishi bormi? Shubhisizki biz ularning dillariga Qur'onni tushunishga to'sqinlik qiladigan pardalarni tortdik. Quloqlarini eg'ir qildik. Ya'ni quloqlarida haqiqatni tingshi olmaydigan ma'naviy eg'irlikni qildik. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsang, ular hargiz hidoyat topmaydi. Ya'ni ularni iymonga, Qur'onga da'vat qilsang, ular da'vatingni hargiz qabul qilmaydi. Rabbing nihoyat mag'firat qilg'uchidir va rahim qilg'uchidir. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Rabbing nihoyat mag'firat qilg'uchi va katta rahmat qilg'uchidir. Agar Alloh ularni qilmishiga qarab jazolaydigan bo'lsa, albatta ularga qilinadigan azobni tezlatgan bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Agar Alloh insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Rabbing haqiqatan ularni mag'firat qiladi. Rabbing gunohlarga cho'mib tavba qilmaganlarni shak shubhisiz qattiq jazolaydi. Bu vaqtga kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Ondan Alloh taolo o'zining gunohkorlarni oldirib azoblamaydiganligi, gunohlarni yo'shiradiganligi va kechiradiganligidan xabar berdi. Alloh taolo kofirlarning ba'zisini gumrohlikdan to'g'ri yo'lga boshlashi mumkin. Ularning ichidan kimiki ozg'inligida davomlashaversa, u jazosini bak ig'irligidan bolalarning chechi oqirib ketadigan va har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadigan kunda, ya'ni qiyomat kunida tortadi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi. Lekin ularga belgilangan bir vaqt bor. U vaqt kelganda ular Allohdan bilak hech panohgoh topolmaydi. Ya'ni boshqa panohlanadigan yer topolmaydi. Shu shaharlarning aholilari, ya'ni Hud, Solih, Lut, Shuayb payg'ambarlarning qavmlariga o'xshash o'tganki ummatlar zulm qilinganliklari uchun ularni halok qildik. Ya'ni ilgari o'tgan ummatlar va shahar kishilari Alloh taologa kofirlik qilishi bilan o'zlariga o'zlari uvol qilgan edi. Biz ularning kofir bo'lganligi va tarsolik qilganligi uchun ularni halok qildik. Ularning halok bo'lishiga muayyan vaqtni belgiladik. Ya'ni biz ularning halok bo'lishiga azroqmi ilgari yoki keyin bo'lib qolmaydigan ma'lum va muayyan bir vaqtni belgiladik. Ey Quraysh mushriklari, sizlarmi ularga kelgan azobning sizlarga kelib kelishidan saqlaninglar. Chunki sizlar eng hurmatlik va eng katta payg'ambarni inkor qilyapsizlar. Sizlar bizga ilgari halok qilinib ketgan ummatlardan e'tiborliqroq emassizlar. Undaq bo'lgan ekan azobimdan va ogohlantirishimdan qo'rqinglar. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Kahf tefsirinden 59. ayetçe anladığımlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.